Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi zakazlarimizni ham chiqarib olish arafasindamiz. 3 ta katta yo'limiz Xorazmga ketyapti. Bitta 15 kilovat, bitta 20 kilovat, bitta 25 kilovat. Uchalasidan bittadan o'ng chap qilib aralashtirib berdik. Bu garilkalari. Bu ikkalasi 20 kilovat, 25 kilovatniki. Mana bitta ozgina kaltasi 150 15 kilovatlik, 150 kvadratgacha bo'lgan joylarga mo'ljallangan. Bunkerlari bir xil. 90 kilo atrofida oladi. Bog'lab chiroyli qilib qo'ydik. Xudo xohlasa bugun olib chiqib ketishadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Narxini ham aytib o'tib ketsak, 15 kilovatligimiz $1050, 20 kilovatligimiz $1250, 25 kilovatligimiz $1350. Buni orasidagi farq $100 farq qiladi. Bu boshqacharoq sistemasi. Bunda ham vertikaliga, ham gorizontaliga teplamenilar qo'yilgan. Shuni hisobiga buni effekti zo'r. O'zi ishxonaga kelib ko'rishganlardan ko'proq 20 kilovat olaman deyishganlar 25 kilovatga ishqiboz bo'lib 25 kilovatni olib ketishyapti. Buni yaqindan Andijonga ham berdik. Namanganga chiqarib beryapmiz, Xorazmga bir nechta jo'natyapmiz mana. Buni tavsiya qilamiz 25 kilovatli effekt ancha zo'r. $100 farq qiladi-yu, lekin effekt jihatdan o'zini oqlaydi. Garilkasi 5 sm kalta bo'ladi, 15 kilovatlikniki 20 kilovatligiga nisbatan. Shuni hisobiga ozgina hozir kaltaroq turibdi. Lislarimiz ichki tashqi qavati ham to'rlik bo'lgan. To'rlik devorda ichida suv yuradi. Eshiklari 2 qavat uchlik. Ustidan yana afshifkani listi 1.18 lik qoplangan. Baquvvat. Xudo xohlasa o'tgan yil ham ancha-muncha joyga berganmiz. Mana bu yil ham shu joydan olganlar qarindoshlariga, ishxonalariga tavsiya qilishyapti. Shu orqali ham juda ko'p klientlar kelib olib ketishyapti. Garilka motorlarimiz Dubayno reduktor 2 talik katta dvigateldan. Kichkina maydadan emas. Bunimiz 0.37 lik ekan. 0.25, 0.37 aralash ketyapti. Hozir oxirgilarni adashmasam 0.37 ketyapti. Mijozlarimiz juda ham baquvvat. Uncha-muncha ko'mirni olib kirib ketadi. Bu tozalaydigan joyi. Hop, qani. Mana shu ko'rinishda ketadi, xudo xolasa. Yana boshqa yuklari ham bor. Shopir akamiz ular yuklab joylab bemalol olib chiqib ketishadi. Bu joyda 300 taliklarimiz chiqqan. Katta partiyalar bir qator chiqdi mana. Bular hammasi 300 talik. Kraskaga tayyor. Orqada ham mana 300 taliklar. Bular ham kraskaga tayyor turibdi. Bu tarafda tayyorlari, orqada mana kraskaga tayyorlari, bu tarafda ham bor. Zakaz beraverasizlar bemalol, xudo xolasa. Bir kunda vodiy ichida bo'lsa, bir kunda yetkazib beryapmiz.